Assalomu alaykum azizlar. 2026-yil 28-fevral kuni milliy sertifikatda tushgani aytilayotgan mana misolning yechimi. Xo'sh, misolda aytilishi bo'yicha quyidagi tenglik berilgan. Mana buni hisoblang deb. Buni qanday hisoblaymiz? Birinchidan, mana bu yuqoridagi tenglikni ikkala tarafidan hosila olib yuboramiz. Hosila qanday olinishini bilasizlar. Bu tarafdan hosila olsak, 3 ga hosila ta'sir qilmaydi. Darajadan hosila 20 oldiga tushadi. 3x plus 4 19-inchisi bo'ladi va ichkaridan bitta hosila, 4 hosilasi 0, ko'paytiruv 3 o'zi bo'lib qoladi. Teng. Bu yerdan alohida hosila oladi. Nega hosila olyapmiz desa, S20 o'yindan chiqib ketadi. Yig'inida S20 yo'q. S20 o'yindan chiqib ketadi hos. Mana bundan hosil olsak, S0 ga tegmaydi, 20 oldiga tushadi. Demak, 20 S0 kare x 19-inchisi plus 19 oldiga tushadi. S1 kare x 18-inchisi plus 18 oldiga tushadi. 18 kare S2 ko'paytirilgan x 17-inchisi. Va hokazo shu tartibda ketadi. Mana bundan hosila olganimizda, albatta bundan oldin bilasizlar, S18 bor, x ni kvadrati bor. O'sha S18 dagi x ni kvadrati oldiga tushib oladi. 2 bo'ladi, S18 x ni o'zi qoladi. Plus x hosilasi 1, S19 qoladi. Mana S20 o'yindan chiqib ketdi. Endi mana shu tenglikda yana bir marta hosil olsak, S19 ham o'yindan chiqib ketadi. Chunki yig'inida S19 ham yo'q. Hosil olsak, birinchidan 3 demak 9 kare 20 180 19 oldiga tushadi. 3x plus 4 o'zi qoladi va darajada 18 bo'ladi. Ko'paytirilgan ichkaridan bitta hosila, ya'ni 3. Xo'sh, teng bo'ladi. Bu yerda 19 oldiga tushadi. 20 kare 19 kare S0 x 18-inchisi plus 19 kare 18 kare S1 x 17-inchisi plus 18 kare 18 kare 17 oldiga tushadi. S2 x 16-inchisi plus va hokazo 2 ta S18 da o'zi x hosilasi birligidan S19 o'yindan chiqib ketdi. Mana shu hosil bo'ldi-ku, bizga aynan qaranglar, mana bu joyi bizga kerak. Mana yig'indi. Endi biz x larning joyiga bitta -1 qo'yib yuborsak yetadi. Birinchidan, mana buni hisoblaydigan bo'lsak, 3 kare 180 demak 540 bo'lyapti. 540 kare 19 bo'lyapti. Buni joyiga -1 qo'ysak, -3, 4 dan ayrilsa, 1 qoladi. 1 da har qanday darajasi birligi hosil bo'ladi. Bu yerda 20 kare 19 kare S0 da o'zi bo'lib qoladi. Chunki -1 qo'ysak, x joyiga -1 da 18-inchisi 1 bo'lib ketadi. -1 qo'ysak, -1 da 17-inchisi manfiy chiqadi-yu, oldini minus qilib qo'yadi. -19 kare 18 kare S1. Buni joyiga -1 tushsa, juft daraja plus bo'lib ketadi. Qo'shilgan 18 kare 17 kare S2. Va hokazo shu tartibda ketadi. Plus 2 ta S18. Mana ko'rib turganimizdek, bizdan so'ralgan narsa mana qolyapti. Xo'sh, demak buni javobi mana uni hisoblab qo'ysak bo'ldi. Ko'paytiradigan bo'lsak, demak 10260 chiqar ekan.